Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi obzorimizda tavsiya qilgan smesitelni o'zim Instagramga chiqarganman. Platinum bo'ladi. Bu yevropeyskiy ko'p analoglarga to'g'ri keladi. Valtechniki bor, Timdiki bor. Bu lekin platinum analogi desak ham bo'ladi. Endi qaranglar, buni komplektida bu bez chistotli nasos keladi. Buni nasosini o'zimiz qo'yganmiz sizlarga ko'rsatish uchun. Shunday yig'iladi demoqchiman. O'zlaringiz bilasizlar, smesitelli uzellar ko'pincha bez nasos keladi. Endi buni nima kiradi komplektiga desalaring, mana bunaqa воздушникdan ikkita kiradi. Bitta pastga, bitta tepaga, keyin bunaqa головка с выносным датчиком. 20 gradusdan 60 gradusgacha bo'ladi. Bu именно теплый polda regulirovka uchun minimalniy и maksimalniy gradus qo'yilgan головка. Endi buni qo'yishga kelsak, mana yerda joyi bor, mana kolpachog'i yechiladi. Keyin bu taqiladi. Hozir endi buni upakovkadan ochdim, ko'rsatib o'tirmayman. Shu yerga taqaslarda выносной datchikda mana bu yerda tagida ko'rayotgan bo'lsalaring teshigi bor. Mana yerga sig'adi. Bemalol kiradida aylanib tepaga taqiladi. Buni endi преимуществolarini sizlarga aytib beraman, ozgina qiziq bo'ladi. Agar uni прямой kotelga ulaydigan bo'lsalaring, mana yerga kollektor taqasizlar. 12 talikmi, 13 talikmi farqi yo'q. Hozir sizlarga tushuntiraman nima uchunligini. Mana bu yoqqa kollektor bo'ladi, kontragaykalik. Bu yoqda esa kotel tarafdan keladigan bo'ladi. Endi bu smesitelniy uzelda sizlarga afzal tarafini aytaman. Bitta 20 kilovat bo'ladi. 20 kilovat teplый pol uchun. Bu juda ham katta joy hisoblanadi. 20 kilovat endi 1 kvadratini bir xillar 50 vattdan oladi, kimdir 70 vattdan oladi, kimdir 100 vattdan oladi. O'shanga 100 vattdan olganda ham 1 kvadratiga 200 kvadratga yetadi. Buyog'ini hisoblayverasizlar. Endi kollektorlaringizga bog'liq bu. Uzun petlelarni ham bosib o'tadi. 80 metrgacha bemalol qo'ysalaringiz mana shu nasos urib beradi. 25 ga 6 qo'yiladi основной. 3 ta termometri bor. Kirayotgan suvni ko'rsatadi, zamesni и qaytayotganini ko'rsatadi. Endi buni afzal tarafi qo'yganlaringiz qaranglar. Agar chistotli nasosga kuchingiz yetmasa, mana bypassi bor mana yerda. Bypass degani mana yerdan suv qaytadi. UPS nasos qo'yasizlar и давленияni yopganlaringizdan keyin kollektorda давление ko'paygandan keyin yorib yubormaslik uchun mana yerda mana bar bor. To'g'rilab olasizlar o'zlaringiz mana. 1,5 ga qo'yasizlarmi, 2 gami, o'shanda nasos naporni yig'gandan keyin bu avtomatik orqadan bu yoqqa qarab qaytaradi. Obratkaga ketadi. Hech qanaqa sistemalaringizga shikast yetmaydi. Yana bitta buni funksiyasi bor. Hozir tushuntirib beraman. Mana bu kelayotgan podacha bilan mana yerdan obratkaga zames qiladi. Hozir sizlarga nimani tushuntirmoqchiman? Qaranglar. Mana bu narsa nasosga ulanmagan. Nasos suvni mana bu issiq suv kelyapti, bu yoqdan qaytyapti, bu yoqda aralashyapti. Mana bu datchigimiz buni ustida turibdi. Pastni o'qib nasosga уже aralashgan suvni bergandan keyin bu kollektorga o'tkazyapti. Bu shunaqa qilinganki, ichiga bir-biriga hech qaysi aralashmaydi. O'shanda bu suvni aralashtirib, zames qilib jo'natadi. Endi qaranglar, mana yerda ham bitta krishkasi bor. Mana yerdan regulirovka qilasizlar. Mana shu bypassda. Ozgina buni o'zi biladi ko'plari. 1 ga 2 yo 1 ga 3 degan joyi bor. Hozir men sizlarga realni buni aytmaganim sabab
kollektoringiz qanaqa bo'lishidan o'sha narsa to'g'ri keladi o'shanga. Например, 10 talik qo'yasizlarmi, 4 talikmi, 12 talikmi? Xullas kalom biringlar 1ga 2, 1ga 3, 1ga 4 o'zlaringiz qo'shasizlar. U qiyin emas bu yerda qilish. Oxirgacha yopasizlar, bitta qaytarasizlar yo ikkita qaytarasizlar, bo'ldi. Xullas kalom tushundilaring a? Keyin mana yoqda ham mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana samarangizga o'xshagan joyi bor. Mana yerda shestigrannik bor. Ozgina regulirovka qilib qo'yasizlar. Mana bu yerda o'zi yozilgan drop bor. Ko'rayotgan bo'lsalaring, o'shani standartini shunday ochib qo'yasizlar. Qanday desa bo'ladi? Buni объемlari, tabletsalari, dokumentlarida bo'ladi. Sistemangiz qancha расширенный bo'lsa, bir marta настройка qilasiz. Bu yerda hozir zavodskoy настройкасы bu 0 da turibdi. Ochish funksiyasi deganimiz, issiq suvni o'tkazish funksiyasi, например, sizga qancha kerak bo'lsa, o'sha litrgacha o'tkazasizda, bo'ldi, shu bilan shu yerda qoladi bu. Uning uchun sistemangiz yig'ilish kerak. Bir marta настройка qilinadi, bo'ldi, boshqa hech kim teginmaydi buni. Endi mana yerdan yuvadigan joyi bor, mana bu yoqdan, mana ko'rsatay, tagidan, tepadan mana. Bu yoqda yuviladigan joyi bor, bu yoqda bor, mana bu bugun, например, hammada uyda sistema yig'ayotganimizda santexniklar juda ham qiynaladi. Joy masalasi, torligi, bu yoqqa qo'yma, bu yoqqa qo'yma, bundaqa, bundaqa deydi-da endi. Endi men sizlarga bitta maslahatni beraman, o'zimiz ham ko'pincha ishlatadigan variantimiz. Kotelningiz agar uzoq bo'lmasa, buni bemalol kotelniga qo'yasizda, 75-80 metr bemalol tashaverasiz. Например, 200 kvadratlik uyda nima bo'ladi? Yoqda hech qancha bo'lmaydi. Agar yo'q, joyim bor bo'lsa, например, 200 kvadratmi, 250 kvadratlik joyda shunday o'rtaga o'yib, yo bo'lmasa kladovka joyi bo'lsa, o'sha yerga qo'ysangiz, hech qanaqa shum chiqarmaydi. Bitta chistotniy nasos qo'yasizlar. Xullas kalom, bu смесительный узел nima uchun sizlarga buni aytayapman? Bu yerda yana buni bitta funksiyasi bor. Eng qiziq, boya boshida ham aytganimda, mana bu tarafga kotel ulanadi degan tarafimga bu yoqqa luchевой sistemani kollektorini ham qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu nima degani? Qaranglar, kotelni yig'ayapsizlar. Mana tepada rasm tashlayapman. Koteldan kelayotgan suv luchевой kollektor mana yerda bo'lgandan keyin, ulangandan keyin bu yoqqa ulanadi-da, issiq suv o'tgandan keyin luchевойdan bu aralashtirib keyin kotelingizga qaytadi. O'shanda siz hech qanaqa gidrostrelka, gidrokollektor qilmaysizda, mana shunga, например, 10 talik 10 ta radiatoringiz bor. Kollektor qo'yasiz, luchевойникini, bu yoqqa 12 talik теплый polnikini. Shunaqa joyingiz bor uyda, например, kotelniyda yo kladovkada, egasiga tushuntiriladi. Bitta trassa olib kelasiz, kotel. Oddiy. Навесной kotel, atmosferniymi, kondensatsioniymi, unga farqi yo'q. Bo'ldi, bitta nasos теплый polga qo'yiladi. Qolgan mana radiatorni sistema bor, luchевой. Bular o'zini qozonda, o'zini ichidagi kotelni ichidagi nasos bilan bemalol uyda isitadi. Nima uchun bu narsani hozir hamma оборотkaga olyapti? Nimaga deganda, 200 kvadratlik uyni ichini bitta kotel, bitta смесительный узел и теплый polga kollektor, и luchевойga kollektor qilasizlar, shu bilan qutulasizlar. Bitta nasos, bittasi kotelni ichida, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Hozirgi mana yana bir marta qaytaraman, mana bu sxemada ko'rsatilgan, yaxshilab qaranglar. Agar to'liq sizlarga obzori kerak bo'lsa, любое время Valteknikigami, Timnikigami kirsalaring, bunaqa narsa tiqilib yotdi. Men sizlarga prosta obzorini qilib berganim, afzal tarafini aytib beryapman. Bu narsalar bundan buyog'iga juda ham расширенный sistemalarda, uylarda termogolovkami, bundaqa komnatniy termostatmi qo'yadigan o'zi ustalari bor. Uyda aqlli uy qiladigan. Mana shu narsalardan ko'p foydalanish kerak bo'ladi. Kerak emas endi kotelniyni ichiga tam bilmayman, bir 4 ta nasos, трехходовый klapan, uni ham o'zini joyi bor, qo'ymanglar demayapman. Joyi bo'lgan joyga
joy kam bo'lgan joyga mana shu narsani qo'yinglar, qutulasizlar. Endi bizda O'zbekistonda основной 200-150 kvadratlik uy ko'proq bo'ladi, chim 450-500 kvadratlik. Agar ikki etajli uy bo'lsa, mana bitta tepaga, bitta pastga qo'yasizlar bo'ldi. Lekin kilovatini hisobga olasizlar. Например, teplый polda kilovatini olasizlar, radiatorda kilovatini olasizlar, birinchi etaj. Endi tepaga chiqamiz. Tepada ham xuddi shunday qilamizda, shunga yarasha kotelni qo'yamiz. Например, 40 kilovat qo'yasizlarmi, 50 kilovat qo'yasizlarmi? Bo'ldi. Bu teplый pol o'zi bu yordam beradi kotelga. Nimaga deganda, radiatorni sistemani obраткасidan bu suvni tortib teplый polga jo'natishga harakat qiladi. Buni izyuminkasi shunda. O'shanda sizlar bitta kotel qo'yasizlar, o'sha proyekt bo'yicha. Ikkita etajga buni qo'yasizlar. Yo bo'lmasa bir etajlik bo'lsa, bitta etajga qo'yasizlar. Shu bilan qutulasizlar. Endi yana ko'pincha ishlatadigan narsalari mana bu, yana bitta sizlarga oddiy variantni ko'rsataman. Mana Timda ko'p ko'rgansizlar, GM bo'ladi, markasi 1039. Mana bu ham xuddi shunaqa narsa. Lekin bu arzonroq varianti. Bu yerda qaranglar, hech qanaqa bypass yo'q. Mana bundan yo'q. Bitta qaytishi bor, bo'ldi. Mana yerdan regulirovka qilasizlar, mana tagidan. Bitta shestigranligi bor. Bu ham ishlayveradi, mana. Ko'ryapsizlarmi? Bunga ham iloji boricha лучевой и teplый polni kollektorini bemalol qo'ysalaringiz bo'ladi. Например, mana bu tarafga bunday qo'yiladi bu. Bu ham platinum. Bunday qo'yasizlar. Tepada termogolovkasi bor, mana komplektida mana. Taqasizlar buni. Soddaroqni ko'rsatay sizlarga. Mana bu taqildi, ko'rayotgan bo'lsalaring. Endi mana bu datchikni bu yoqqa tiqib qo'yasizlar. Hozir bunday buramiz. Hozir men oxirigacha tiqmadim. Buni maytni sal bo'shatish kerak. Shestigranligi bor. Bo'ldi. Bu ham xuddi shunday teplый polni podachasini, bu podacha hisoblanadi mana. Nasos tepaga qarab turadi. Chetdan bu ochib o'tkazadi, mana yerdan aralashtiradi. Bu soddaroq ko'rayotgan bo'lsalaring. Mana yerdan ras obratkadan suv kelyapti, bu kerak deyapti, o'tkazyapti, yopyapti. O'tkazyapti, yopyapti. Bu soddaroq. Bunda уже avtomatik qilingan hamma narsa. Hech qanaqa. Buni bir marta mana yerdan nastroyka qilasizlar, shu suvni tiklanishiga qarab, bo'ldi. Shu bilan qutulasizlar. Bu soddarog'i mana. Bu yerda yana bir marta ko'rsataman. Mana bunda bypass bor, bunda yo'q. Bunda mana zames bor, buni bu yoqda bor. Buniki avtomatik qilsa, bu уже ozgina regulirovka qilasizlar. Xudo xohlasa, bu ikkalasi bitta narsa. Bu, например, oddiy avtomobillarni olsak, например, mexanika bo'lsa, bu avtomat korobka bo'ladi. Mana shunday sodda tushuntiray. Ko'pincha bizdan so'raydi, nasosimiz UPS, nima qilsak bo'ladi, davleniyasi oshib ketsa desa, mana platinumdan endi bolalarga iltimos qildim. Menga shunaqa savollar kelib tushadi, Instagramga ko'p nima qilsa. Mana tayyor bypass. Tayyor bypass. Nima uchun deganda, mana buni tagini ochasizlar, mana. Например, hamma radiatorlaring yopiladi. Nasos nima qilishni bilmayapti. Только dalbit qilyapti. Nasosingiz UPS. Mana shu yerdan как будто bitta kontur ochiq qilib qo'yib qo'yasizlar, чтобы hamma kontur ochilganda ham buni regulirovka qilib olasizlar. Yopilganda ham mana shu ishlab turadi. O'shanda UPS nasos ham bemalol ishlaydi. Bu o'zi отдельно sotiladi. Men iltimos qildim bolalarga, mana berib yuborishgan. Sizlarga bu bypass hisobida yuraveradi. Endi boya sizlarga aytganim, bu mexanik bo'lsa, mana avtomat korobkada mana bu yerda nastroykasi bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu уже avtomatik qiladi. Например, 1,5 bar, 2 barga qo'ysalaring, mana yaxshilab ko'rib olinglar. O'sha UPS nasos tursa bunda o'zi ochib davleniyani sbros qilib tashlaydi. Bu avtomat korobka, bu mexanika, bu bypass. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizda videolar, bizga obuna bo'ling.
Поддержка qiling, bizni kanalimiz kam emas, подписчиклari xudo xohlasa undan ham ko'p bo'lsa, biz qiziq narsalarni sizlarga olib chiqib berib, har bitta narsani batafsil tushuntirishga tayyormiz. Menga astoydil, menga mana shu narsa kerak aka, qanday qo'ysak bo'ladi, qanday qayerga ulasak kerak bo'ladi, biz baribir tushunmadik deganlarga ham tushuntirishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, uchrashguncha xayr.